Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Karimberdiyev Anvarbek bo'laman. Bugun men sizlarga jahon adabiyotining durdonasi Aleksandr Dyuma kalamiga mansub Graf Monte Cristo asari haqida so'zlab bermoqchiman. Bu asar shunchaki sarguzasht emas, balki inson irodasining g'alabasi haqidagi katta asardir. Yosh dengizchi Edmond Dantes baxtli kunlar endi boshlanayotgan paytda, ya'ni to'yi kuni hasadgo'y do'stlari sababli umrbod qamoq jazosiga mahkum qilinadi. 14 yillik qamoq uni sindira olmaydi. U qamoqda Abbat Fariya ismli bir do'sti bilan tanishadi va undan ko'plab dunyoviy va ma'naviy bilimlarni o'rganadi. U qamoqdan chiqqanidan so'ng mislsiz boylikka ega bo'ladi. Bu asarda men sinib qolmaslik, kimdir senga xafa qilsa ham shu qilgan ishingdan keyin sinib qolmaslik, baribir bir kun kelib adolat qaror topishi haqida bilib oldim. Agar haligacha bu asarni o'qimagan bo'lsangiz, albatta o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman.